Jamoat transportida xizmat sifatini oshirish, yo'lovchi va haydovchi o'rtasida samimiy munosabatni shakllantirish, e'tirozlarga sabab bo'layotgan har qanday holatlarga chek qo'yish maqsadida Samarqand yo'lovchi trans davlat muassasasida targ'ibot tadbiri o'tkazildi. Unda viloyat transport boshqarmasi shu'ba boshlig'i Bunyod Kushakov hamda transport nazorati inspeksiyasi viloyat bo'limi boshlig'i Ergash Murodov ishtirok etib, yo'l qo'yilayotgan kamchiliklarga barham berish yuzasidan tegishli ko'rsatma va tavsiyalar berdi. Avvalo, keyingi yillarda sohaga qaratilayotgan e'tibor, raqamlashtirish orqali haydovchilarni ortiqcha vazifalardan ozod qilish borasida olib borilayotgan ishlar yuzasidan ma'lumot berildi. Avvalo sizlarni mana shu xalq uchun, shu yo'lovchilarni tashkil qilayotgan xizmatlaringizga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Aynan shu elektrobuslar xizmatidan xalqimiz minnatdor. Bu bo'yicha mana ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'p nimalar kelyapti. Buning uchun sizlarga o'zimizning boshqarmaning nomidan minnatdorchilik bildiramiz. Ko'ryapsizlar, hamma sohada ham davlatimizda raqamlashtirish jarayonlari izchil olib borilyapti. Bosqich bilan birga jamoat transportida ham shu narsa yo'lga qo'yilib borilyapti. Asosiy masalalarimizni bittasi shu bo'ladi. Elektron to'lov bilan amalga oshirilayotgan yo'l kira haqlarida ayrim tushunmovchiliklar, yo'lovchi va haydovchi o'rtasida tushunmovchiliklar vujudga kelyapti. Misol uchun er-xotin yoki ota-bola mingan vaqtida bir kishi karta bilan yo'l kira haqqini to'laydigan bo'lsa, ikkinchi marta to'lashiga yo'l qo'ymayotgan holatlarda shofyorlar shunaqangi talablar qilinayotganligini bizlar eshityapmiz, bizga yetib kelyapti, murojaat bo'lib kelyapti yoki ijtimoiy tarmoqlarda video syomkalar bilan kelyapti. Sizlardan bu ham talab, ham iltimos bo'ladi. Mana shu jarayonda juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Biz xalqqa xizmat ko'rsatamiz. Shuningdek, bekatlarda ortiqcha to'xtalishlarga chek qo'yish, elektron to'lov uchun mo'ljallangan validatorlarning muntazam ishlashini ta'minlash, harakat xavfsizligiga jiddiy e'tibor qaratish yuzasidan fikr bildirildi. Doimiy bo'ladigan muammolarimiz bor-da. Yo'lovchilar bilan qo'pol muomalada bo'lish. Yo'lovchilardan masalan bir xil, menimcha hozir sizlarda ancha yaxshi bo'lgan ishlayapti validatorlar. Validator ishlamay qolish holati. Ikkinchi masala. Uchinchi, bir joyda salgina ko'proq to'xtab qolish astarovkada. Harakat xavfsizligi masalasi. Bizda endi avtobuslarda, elektrobuslarda baribir ustunlik bor. Avtobusda ichida 50 ta, 60 ta, balki undan ham ko'proq odam bo'lishi mumkin. Juda ehtiyotkorlik bilan harakat qilish kerak, chunki shuncha odamni taqdiri sizlarning qo'llaringda-da shu paytda. Bu yo'lovchini bizlarning eng asosiy maqsadimiz o'zini boradigan manziliga sog'-salomat yetkazib olib borish. Shuning uchun sizlardan iltimos, talabimiz ham shu. Bu yerda hozir hammamiz 100% yig'olmadik. Sizlardan masalan bitta marshrutdan 3 kishi bo'lsa yoki 4 kishi bo'ladigan bo'lsa, sheriklarga ham yetkazasizlar degan umiddamiz. Yig'ilish davomida haydovchilar tomonidan bildirilgan takliflarni amalga oshirish va muammolarni bartaraf etish bo'yicha chora-tadbirlar belgilab olindi.